Notiq. Iso Masih qaytib kelganda musulmon bo'lib, islomni targ'ib qiladi, turmush quradi, vafot etadi va payg'ambar Muhammadning yonida dafn etiladi deydi. Ammo o'ylab ko'ring, agar bu Xudoning rejasi bo'lsa, nega u bu ishni birinchi kelganda qilmadi? Men islomiy manbalarni o'rgandim. Qur'onda Iso Masih ikkinchi kelganda turmush qurishi yoki vafot etishi haqida hech qanday oyat yo'q. Bu g'oya faqat keyingi hadislarda uchraydi. Masalan, Sahih Muslim 155da. Unda Iso Masih xochni sindiradi va cho'chqani o'ldiradi deyiladi. Ammo u yerda ham musulmon bo'lishi yoki payg'ambar Muhammadning yonida dafn etilishi aytilmagan. Demak, bu kimdir to'qib chiqargan gap. Tinglovchilar esa shubhasiz ishonadi. Iso Masih ikkinchi kelishi haqida muqaddas kitob aniq aytadi. Masih ham ko'plarning gunohlarini ko'tarib ketish uchun bir marta qurbon bo'ldi. Ikkinchi marta esa u gunohlarni yuvish uchun emas, balki uni kutayotganlarga najot berish uchun keladi. Ibroniylarga 9:28. Shunday ekan, kimga ishonishingizni o'zingiz hal qiling. Odamlarning so'zigami yoki Xudoning so'zigami? Xudodan so'rang, haqiqatni ko'rsatsin. Like bosing, bo'lishing, share qoldiring va obuna bo'ling.